Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar do'stlar? Charchamoqsizlar? Tinchmi hamma joy? Qayerda yomg'ir deyishyapti? Toshkentda yomg'ir. Какая погода, ya'ni qaysi viloyatda qanaqa ob-havo bo'ldi. Tunda yana yomg'ir. Assalomu alaykum. Ko'rinar ko'rinmas. Aka yangisidamiz. Yo'q, menimcha endi bundan buyog'i katta ehtimol bilan anaqa bo'lmasa kerak. Dushevniy jonli efirlar ham eshitmaysizlar mendan. Katta ehtimol bilan, bilmadim, to'g'ri emotsional odamman, va'da bermayman, lekin katta ehtimol bilan endi boricha dushevniy dildan suhbat jonli efirlar eshitmaysizlar yoki вообще jonli efir boshqa chiqmayman. Anaqa yaxshi vaynlar, zo'r qizlar bilan vaynlar ham olmasam kerak. O'zi 15 ta aktrisa tayyor edi. O'zi jonli efirlarni yuzimni ko'rsatmasdan qilib to'g'ri qilgan ekanman. Boshiga qo'yam bunaqa chirigan ba'zi bir insonlarni mana shu jalab eng zo'ri o'sha ekan, bori o'zi to'g'ri ekan o'sha mana shu rejim hojakani yoqib olib, idealnini yoqib olib, gapi boshidan mashalloh alhamdulillah deb ittarish kerak ekan. O'sha zo'r ekan, o'zi to'g'ri qilishar ekan, bitta ikkitani psixolog bo'lgan o'zidan jalab. Shunaqa o'sha quloqqa yoqadigan gapni gapirib yasharish kerak ekan. Dildan suhbat kut pidaraz bo'lmas ekan bu anaqada oynai jahonda. Kelgan dushevniy zo'r vaynlar ham bo'lmas ekan bular. Shu litsemer bo'lish kerak. O'shanda ishing besh, asabing ham joyida bo'ladi. Kechachalab men konkursdan bular charchadi. Men endi ijod qilaman, mayli. Onasinizga shu vaynlarga hech kim pul to'lamaydi, lekin reklama ham olmayman. Shu vaynlarni chiroyli qizlar bilan qilaman. Bolalar bir maza qilsin deb 15 ta aktrisani tayyorlab qo'yman. 15 kun podrad vayn olmoqchilikda. Jonli efirlarda ham yuzimni ko'rsatib, ixtiloslarga berilib, qarz oldi berdi muammosi, bitta ikkita mashinniklar haqida, ochkichilar shular haqida gapirib, anaqalar qildim. Yana oldinga haqiqiy estetika aylanishni boshlagandim. Yana jalab hamma joyda videoyim tarqagan, yana hamma kesib tarqatgan, hamma o'z manfaatini yo'lishi. Endi qo'ttoni yeysanlar, xona sanlarga aytmayman shu gapni. Endi jalab sanlarga iskrenniy odam kerak emasmidi? Haqiqiy yaxshi konkurslar qiladigan, haqiqiy sovg'alarni beradigan, haqiqiy jalab haqiqatni gapiradigan, chestniy odamni sanlar jalab oyoq osti qildilar. Mana kechadan beri kommentdan o'qiyapman. Yarashgan ish. Bo'ldi nahqo, yarashgan ishmi sanlarga? Men sanlarga ko'rsataman. Assalomu alaykum. Birodarim. Yaxshimilar? Xudo xolisa, onajonlar qalay? Otajonlar, duogo'ylar, hammaligisi yaxshimi? Mashalloh, Leyla. Xudo xolisa, mana shunaqa faqat o'zimdan bironta so'kinish eshitmaysanlar. Endi mana shu Xudo xolisa bugungi Sayyidul ayyom juma muborak do'stijonim. Opa singillar yaxshimi? Anaqami, yaxshimi ish qilib, hammasi zo'rmi? Hozir zo'r, mana shunaqa vatanimiz tinch, hamma to'q, hammani qorni to'q, hamma zo'r. Voy, hech kimni yomon ko'rmaydi, hamma bir-birini sevadi, do'stim. Siz ham kapa ko'rmagan, men ham kapa ko'rmagan hayotda. Voy, siz ham xiyonat qilmaganmi? Men ham xiyonat qilmaganmi? Kechasi porno hech qachon ko'rmaganmilar. Biz ham ko'rmagandirmiz. Bilib bilmay hech kimni haqqini yeb qo'ymagandirmisiz? Biz ham sizlardanmiz. Do'stijonim. Birodarim, mashalloh. Men shu so'zlarni zo'r ayta olmas ekanman, lekin harakat qilaman, talaffuzlar o'xshashga harakat qilaman. Leyla. Sayyidul ayyom juma muborak do'stim.
hay, bunaqa videolarni albatta olmangiz. Bunaqada kelajak yoshlarning qo'lida 25 yil zo'r tarbiya ko'rgan yosh o'g'lon, navqiron qiz hech qachon hech qaysi erkakni cho'chog'ini kechasi porno videoni ko'rmagan 20 yoshli qizlar siz olib chiqqan videodagi holatni ko'rib 1 sekundda uzr so'kinib qo'ydim. 1 sekundda fohisha, ya'ni yengil tabiat bo'lib ketsa biz qanday chidarmiz? To'g'ri aytdim. Qanday chidarmiz? Kelajak unda ne bo'lur? Shuning uchun do'stijonim, bundaqa videolarni to'xtating. Men sizni oxiratga, ya'ni o'sha bir anaqa oxiratingizni o'ylayaptirmen. Do'stijonim. Shundaymi? Shunday. Ana, biratdan tom ketib qolganmi deyapti. Meni tomim ketmagan do'stim. Senlarga mana shunaqa litsemer, ko'tvachcha, pidarazvachchalar yoqadi-ku. Ana kutinga sikib, muloyimmi yoqib, ana shunaqa bo'lamiz endi. Biz xudo xolasa shuni ustida ishlayaptirmiz. Mashinaga jalab butun Toshkentni pulga uxlatib, ko'tlariga sikib, hamma baloni qilib, lekin men unaqalardan men qasamxo'rdirmen deydiganlarni xudo xolasa rolini biz ham zo'r o'ynaymiz. Endi chidaylar. Shunaqa. Qarang, go'zal osmon, musaffo osmon. Do'stlar, yomg'ir bu Allohning bir ne'mati do'stlar. Sayyidul ayyom juma muborak. Mana hamma oilami boqaman deb, tirikchilik qilaman deb javlon urib, hamma to'g'ri uyqudan turib, uydan ishga ketadir. Biz shunday ulug' dunyoda yashaydirmiz. Hamma mashitda to'g'ri insonlar, hech kim bu insonlarni, bu sho'pirlarni hech qaysi biri so'kinmagaydir, hech qaysi biri 5ga 1 urmagaydir, hech qaysi to'ylarga borganda obligayshi, vizivayshi orqasi oldi chiqib ketgan ayollarga qaramagaydirlar. Axir unaqa bo'lmaymiz. Bizda unaqalari yo'q. Juma muborak do'stlar. Jannat onalar oyog'in ostinda do'stlar. Hasharga kelingizlar, qabristonlarni gullab yashnataylik. Bir turist kelsa, birinchi bozorga qaraydir, keyin mozorga qaraydir, keyin baho beradir do'stlar. Shunaqa do'stlar. Uylangancha hech qachon qizlar bilan yurmang do'stlar. O'g'il bolalar qiz bolaga uylanib qolsa, uni qizligini talab qiladirlar. Lekin negadir qizlar o'g'il bola uylanganda uni birinchi marta mendan oldin kimlandir bo'lganmisiz, bo'lmaganmisiz demaydirlar. Chunki o'g'il bolalarni tekshirishda iloji yo'q, faqatgina vijdon. Xuddi shunday erkakka 4 tagacha mumkindir, ayolga esa nihoya hech narsa mumkin emas. Bu nima degan gap? Xuddi shunday do'stlar, yana bir marta ta'kidlab o'tamizki, Sayyidul ayyam juma muborak. Bugun xudo xohlasa mana bir Allohning ne'mati yog'dirdi mana gunohlarimizga bu kaffora. Shu so'zni topolmaydim. Kaffora. Shunday. Osmonimiz musaffo. Hamma Xudodan qo'rqqan bir zamonda yashaydirmiz do'stlar. Protein zarardurmi azzaka deb yozibdi. Yo'q do'stim, bosib ichavering do'stim. Muskulni tashvishi, protein tashvishi, qalb tashvishi, bir dard tashvishi do'stlar.
Suvni do'stlar, o'tirib ichinglar, xo'pmi? Ko'cha-ko'yda ham faqat kameralar ortinda emas, yoki-da ringga chiqayotgandir emas. Hamma joyda iloji bo'lsa o'tirib ichingiz. Savol berasizmi? Nega unday deb savol bering. Men sizga nega unday deb javob beraman, chunki bu do'stlar sunnat. O'tirib ichinglar suvni menga o'xshab. Turib ichmangiz. Menga o'xshab BMWlarda yurmang do'stlar, chunki buni yaratgan odamlar cho'chqa go'shi yeydi do'stlar. Iloji bo'lsa internetni ham foydalanmasangiz juda yaxshi bo'lardi do'stim, chunki qo'lingizdagi telefonlarni ham yoki bu internet degan bir shaytonning balosindirdi ham uni ham cho'chqa go'shini tanovul qilgan insonlar yaratgan bo'lishi mumkin do'stlar. Iloji bo'lsa haj safarlariga ham yayov yoki tuyalarda yoki otlarda boraylik do'stlar. Nega deysizmi? Chunki uni ham yaratuvchi ildizi tarixi umuman biz musulmonlardan emas. Do'stlar. Ketishimiz kerak do'stlar, g'orga kirishimiz kerak, g'orlarda yashaylik do'stlar. Payshanba ta'sir qildimi? Payshanba ta'sir qildi. Bilib bilmay 69 poza qilib yurmanglar. Anu jarayon payshanba jarayonida haligi joyga qarab qo'ymanglar, chunki haligi jarayonda haligi joyga qarab qo'ysangiz, farzandingizni ko'zi ko'r yo g'ilay bo'lib qolishi mumkin. Do'stlar. Jinni bo'lib qoldimi bu? Albatta. Siz meni sog'dib yurdingizmi shu kungacha? Biz jinnilardandirmiz do'stim. Jinnilardandirmiz. Endi tushunib boryapman. Haligi Jahongir Otajonov bir o'zini bir prezidentlikka saylamoqchi bo'lgan bir san'atkor akamiz nega unday ishlarni qildirib yurarkin endi haligi jinniliklarni desam, bu odam hammamizdan aqlli ekan. Shu to'ylarga qimmat narxda aytib soqqani olaverish kerak ekan. Haqiqat yoqmaydi dunyoda, haqiqat yo'q. Shuning uchun jinnini yoqib olib, oyiga 40-50 ming dollar pul kelyapti. Nima qilaman? Bu insonlarga haqiqatni gapirib, dalishi, bo'lishi, quloqqa yoqadigan gaplarni gapirib, bosaverish kerak. Siz zo'rsiz, siz ulug' dono, shaman. Sizdan pizdesi yo'q. Bu dunyo o'zi so'kirib qo'ydim. Sayyidul ayyom juma muborak. O'zi hech qachon so'kinmaganman, yoshligimda ham, hozirgi kungacha ham. Shuning uchun so'kinib qo'ydim, uzr, meni kechiringlar. Hali savob qilaman. Buni kafforasi bo'ladi, Xudo xolasa. Bosingizlar, protein zararmi? Zarar. Balki ichida haligi bo'lishi mumkin do'stim. Cho'chqa go'shini narsalar aralashib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki o'sha zavodda baklashkasi protein idishini chiqarayotganda o'sha plazmasini qotishi uchun cho'chqa yog'i ishlatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Kallang ketdimi deyman. Kalla ketdi. Yaxshiki mana qarang, hech kim anaqa ham yozmaydi mana. Juma bilan tabriklashyapti. Shunaqa gaplar. Kerak emas shahlo ko'zlaring. Beda press bor. Beda press bor. Xudo xolasa oylarga uchmoqchimiz. Keyingi yillar menimcha shu 27-yil oyga uchsa kerak. Xudo xolasa shu beda poyaning ustiga chiqib, sekin oyga ham uchamiz xudo xolasa. Inshaalloh. Mashalloh. Layla. Menda ham o'xshayapti, qarang. O'xshayapti menda. Hayotim unaqa o'xshamaydi, lekin tilim o'xshayapti anaqa. Zo'r Xudodan qo'rqadigan farishtadek insonga tillarim o'xshayapti. To'g'ri, hayotim alg'ov-dalg'ov hamma yog'im onasiga kiryotibdi. Tarixim yaxshi emas, lekin shunda ham motivani itini bering, motivatsiya. Yo'q. Motivatsiya men sizga motivatsiya haqida gapirishga men qanday jur'at eturmen, hurmatli do'stim. Men uning uchun hayotda tuxumga ham erishmagandirmen. Xudo xolasa Instagram degan bir baloga kirsangiz, u yerda motivatorlar,
har xil domlalar, aqllilar juda ko'p. O'sha yerdan maslahatlar, motivatsiyalar, disiplina nima, bir narsaga erishish nima, noldan emas, minusdan ko'tarilish asli nima? Savol yozsangiz, chap-tepiti aralashtirib sizga javoblar chiqib kelardir. O'sha javoblar chiqib kelgandir zamon siz bir Xudo xolasa Allohning inoyati bilan taqdiringizdan azaldan yozilgan bo'lsa-dur, o'sha motivatsiyani ushlaysiz va qo'yib yormaysizdir. Ha do'stim, bosingiz. Ha, pavorotni yoqib burilish kerak. Ha, chunki orqadagi birodarimizga xalaq qilib qo'ymangiz. Ha. Ko'z tegibdi sizga. Ko'z tegsa Xudo xolasi kufsuf qildirib yuboramiz, yaxshi bo'lib ketadi. Dam soldirib yuboramiz domlaga. Bitta haligi yaxshi bo'lib ketadi. Qaysi masjidda ta'lim olgansiz? Olgansiz emas, olgandirsiz, pirim. Ha, birodarim. Bilmadim, biz u zamonlarda yosh bola edik. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas. Qo'shiq aytmangizlar, qo'shiq eshitmangizlar. Ha, bu shayton nayrangi do'stim. Ha, iloji bo'lsa, o'sha shunday fikrlaringizni faqatgina gapingiz o'tgan san'atkor yoki gapingiz o'tgan blogerga emas, gapingiz o'tgan qo'shningizga emas, balki kattaroq, yo'g'onroq, qalinroq kreslolarda o'tiradigan insonlarga ham video murojaat qilib chiqish esingizdan chiqmasin do'stim. Ha. Biz hozir narushat qilyapmiz do'stim. Ha. Narushat qilmaslik uchun razvolat qilib kelamiz do'stim. Ha. Iloji bo'lsa har oyda har 3 kun, 4 kun Tarasa Shevchenko ko'chadagi alkogol, shayton bazm, jinni bazmlar haqida bir video murojaat qilib chiqingiz yoki juma masjidda juma namozlari paytida shular haqida bir gapirib talab qilingiz, bularni yig'ishtiraylik. Ramstein degan bir shayton bachcha guruh bor ekan Germon degan tomonlarda. Bu Germon deganlari yomon bo'lar ekan. Jonajon yurtimizni, siz u bizdek birodarlarimiz bor mamlakatimizni poytaxtida sahnaga chiqib eshitgan bo'lsangiz, siyib tashaptir. Ha, nega siyib tur deysizmi? Ha, u odam intervyusida, kommentariyasida aytib o'tibdi. Bizni qo'shig'imizni repertuarida shunaqa bizni tinglovchilarni ustiga siygan holatdagi installyatsiyani qilishimiz kerak. Uzr, men boshqa mamlakatning so'zini ishlatib qo'ydim. Shunaqa sahna ko'rinishida baklashgani chottorasiga tiqib turib, ha, shu siygan holatni ko'rsatib berish kerak ekandir. Ha. Xo'p, mayli Ramsteinga, xo'p, mayli endi bu sahna ko'rinish qilib turdir. Jennifer Lopez haqida ham bir gapirib o'tingizlar. Mustaqillik maydoni, uzr, Bunyodkor stadionida biz Xudo xolasa futbolimiz rivoji uchun qurgan stadiondirlarda o'rtaga chiqibdir bir erkak bilan yarim yalang'och, kamiga bir ayol bilan o'pishib turlar. Buni ta'rifi nedir? Nimani targ'ib qilmoqdirlar bu Jennifer opamiz? Ayol bilan ayol o'pishsa bu bir xil jinslik, seks degani emasmirdir? Ha, shular haqida ham Xudo xolasa ilm sohiblaridan kutib qolamiz. Bla restoranlarida, spa salonlari haqida ham bir videolar kutib qolardirmiz. Faqat blogerlar yoki da bir san'atkorlarni ushlab olib, kuchi yetgan odamni urmasdan xo'roz hamma joyda bir xil qichqirsin do'stlarim. Ha, uzr birodarlarim. Ha. Shuning uchun Jennifer opamiz haqida ham fikr kutdik, ancha vaqt bo'lmadi. Jennifer opamiz eskirib ketdi. Ramstein degan bir nemisdan bu nemis deganlar haqida ham hech kim haligi bildirmardir. Nimaga unaqa ekan?
Shuni bilolmayapmiz. Yuragimizda dard, alam. Araq magazinlari haqida ham hech kim fikr bildirmaydir. Nima uchun? Bilmasam deng. Ha. Ro'yxat juda katta shu desangiz, inim. Ha. Jennifer qo'shiq aytadir Mavlono. Ha, Jennifer ham qo'shiq aytadir. Ha, 3 kunlab Taras Shevchenko mahallasida piva, aroqlarni yoshlar ichib, yo'ldan buzilib ketmayotgan bir zamonda bir Aziz Estet degan bir shayton bachcha bor. Ha, u hamma yoshlarni yomon yo'lga boshlamoqdadir. Nega deysizmi? U qizlar bilan vayn oladi. Vaynini olsa, bu kayfiyat uchundir, aktyorlar bilan olar, sahna ko'rinishida. Yo'q, baribir buni ko'rib bir kechada yoshlarimiz juda yomon yo'llarga kirib ketlardan, shuncha oynayi jahonlarda bo'layotgan voqealardan, spa salonlardan, bla klublardan, Ramstein ustiga siygandan tarbiyasi buzilmadirgan yoshlar bitta Aziz Estetni vaynidan buzilibdirmi? Unda keling bir kelishgan holatda ijtimoiy tarmoqni, ya'ni internet degan bir shayton baloni yo'q qilaylik. Uzib qo'ysak nima bo'lar? O'shanda hamma joyda bo'lib qolar balki. Yo'q, inim, biz unday narsalarga arasha olmaymiz. Biz faqatgina shu bloger bachalar bilan, shu bitta-ikkita san'atkorlar yoki da shu mayda-chuyda insonlarga gapimiz o'tardir. Yog'iga o'tmaydirmiz. Yog'ini o'zlari bilishardir, do'stlar. Ha, do'stlar. Xuddi shunday, Shu aytganingizda avval ekan yoqib qo'ying. Boshqa birodarimizga bu holiga bo'lmasin. Zararga yoymaylik. O'zingizga shunaqa odat qiling. Zalga kelayotganingizda personal qizlarga bitta shokolad olib oling. Ko'ngil degan narsa bordir bu ham. Bu nomahram ayolga shikoyat bersangiz bu gunoh emasmi? Assalomu alaykum. Bo'laveradi bu. Hech bir rahmat. Shunaqa Mavlono. Mana bu shikoyatlarni ishxonangizdagi qizlarga bersangiz, ayol kishining haligi ko'ngli nozik bo'lardir. Inim, shuni bersangiz xursand bo'lib, balki uyda bir muammo bo'lgan bo'lsa, balki hayot umr yo'ldoshi xafa qilgan bo'lsa, mayli, bu dunyoda hamma erkaklar ham yomon emas, yaxshi insonlar ham bor deb aytar Mavlono. Yo'q, bunday qilmang. Siz shu shokoladlarni nomahram boshqa bir begona ayolga berishga qanday jur'at etdingiz? Yoki qanday jur'at etarsiz, inim? Yo'q, bunday holatlarda bu sovg'a tariqasida bersangiz hammasi yaxshi bo'lardir. Xuddi bir o'lim to'shagida yotsangiz, sizga zapreshchonniy vaksina bo'lib qolsa, ya'ni ichida cho'chqa go'shtidan bo'lgan saryog' bo'lib qolsa yoki da o'sha svoystvasida harom narsa aralashgan bo'lsa, unaqa payt nima bo'ladi? Mumkin, chunki bandi shifo do'stim. Boshqa payt mumkin emas, faqat o'limdan qutqarish. Lekin taqdiringizda o'lim yozilgan bo'lsa, Allohning qadari keng. Siz taqdiringizga ishoning, vaksinaga ishonmang, qabul qilavering. Yo'q, unday holatlarda riskovat qilib bo'lmaydi do'stim. Unday holatda shu yozilgandaqa chiroyli qilib, 46 ga bo'ldi, shef. Xuddi shunday do'stim. Unday holatlarda albatta mumkin. Siz nima qilsangiz sizga to'g'ri kelib qo'yaveradi. Endi bizga to'g'ri kelib qo'yib, biz to'g'ri kelmasa ham keltirib olamiz do'stim. Uning uchun nima qilish kerak? Ulug' shamon. Uning uchun ulug' insonlar bilan, ilmi bor insonlar bilan gaplashish kerak do'stim.
Mashinani maqtanmasa bo'lmasmi? Voy 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 voy, mashinani maqtanmasa, voy 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 voy. Lekin zarracha harakat qilmagan biz mashinani maqtanishga. Biz lekin mayli, sizni fikringizni o'zgartirish uchun bu dunyoda yashamayapmiz Mavlono. Xohlaganingizcha o'ylashingiz mumkin. Bu mashinani maqtanadigan mashina emas. Tursa $200,000 turadi. Xudo xolasa qora Gentra olsak, biz uni postimizga rasmlarini qo'yamiz, har kuni storieslarga olib chiqamiz, xudo xolasa. Biz endi shu bir endi mayli Mavlono, bugun juma, Sayyidul ayyom, juma muborak. Sizni dilingizni og'ritgan bo'lsam, 1000 karra uzr, do'stim. Xudo xolasa biz ham shu litsemerlar qatoriga kirish harakatidamiz. Uncha-muncha o'xshayapturmi? Shuni aytib turinglar menga. Uncha-muncha o'xshayaptur. Ustoz Mavlono, kamchiliklari bo'lsa menga ovozli xabarda yoki bo'lmasam kommentariya xabarida, izohlarda uzr izohlarda qoldiring do'stim. Izohlarda meni yaxshi tomonga o'zgarganim haqida birodarim, siz meni tashvishim, meni oxiratdagi joyim, meni bu dunyodagi pog'onam yokida qanday sizga aytsam ekan, unvonim deydimi, urvinim, uzr o'rcha gapirib qo'ydim. O'sha xullas status, uzr status degan so'zim yo'q, bilapidaras. Uzr. O'sha qayg'urasiz, axir o'sha qayg'urganingiz uchun meni xatolarim haqida izohlarda yozing. Direct qanday bo'lar ekan endi? Shaxsiy xatlaringizda qoldiring. Lichniy nimalar deyapman o'zi? Shaxsiy xatlaringiz to'g'ri. Shularda qoldiring. O'xshayapturmi? O'xshamayapturmi? O'sha gap suvni o'tirib ichamiz, chunki biz internet ko'rmoqda. Siz meni Xudodan qo'rqadigan odam deb o'ylang, xo'p? Mana, qarang. Bismillah. 3 marta ichasiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Siz hali Xudo xolasa juda ko'p yaxshi kunlarni kechirasiz. Do'stim. Yana bir bor Sayyidul ayyom, juma muborak do'stim, birodarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman va hech qachon aldamaganman. Hattoki yolg'on gapirayotganda ham aldamaganman, do'stlar. Kuningiz yaxshi o'tsin. Biz esa boks. Endi to'g'ri. Boks bir-birini yuziga urish. Endi bu mumkin emas. Lekin qo'limizda perchatka bor. Hech narsa qilmaydi. Tarsak ham urish mumkin emas degan-ku Mavlono. Endi tarsak emas bu, mush bu. Tarsak bu mana, mush bu mana. Bu mumkin. Shuning uchun boks bilan shug'ullaning. Do'stim. Do'stim. Bugun Mavlono, men sizdan ko'p narsalarni o'rgandim. Rahmat, rozi bo'lingiz mehnatingizga.